aka keyin so'rashamiz. Qaranglar, endi hozir yomon qilaman hozir sizlar. Kutdinglarmi? Alisher aka, telefonni oling aka. Bitta ko'raylik aka. Ajatda aka. Qaranglar, oling telefonni. Oling, bitta ko'ramiz. Mana realni $100 yutib olasiz aka. Bitta ko'raychi aka. Yomon bo'lyapti aka. Ba'zi gaplar eshitaman. U uyushtiradi, nima qiladi? Biznikilar kelmaydi. Mana aka keldim. Kiring. Obuna bo'lgansiz, to'xtang, mana obuna bo'lgansiz. Hozir bir chekkadan ko'ramiz. Ha, svetimiz ham yondi. Kiring. Aka, mana ko'rdingiz, like bosmagansiz. Ayb endi mendami? Juda ko'pchilik so'raydi. Nimaga bu $100 birov yutmayapti deydi akalar. Mana bosgan joyim. Onu qani aka? Yo'q, aka bitta gap. Hozir ayb kimda? Ayting. Ayb menda. Ana ko'pchilik aytadi-da, nimaga $100 birov yutmayapti deydi. Like bosgan bo'lsa mana beraman. Realni beraman aka. Endi 1 dan 30 gacha. Ayting, necha? To'r. Mana $200 dan tashqari любой joydan san. 1, 2, 3 to'r. 3 deganingizda 100 ming bor edi. Aka, realnimikan? Rahmat. Nima deysiz endi Toshkent yetakchilarga, taksistlarga, hammaga? Ha, hammalar like bosinglar, a'zo bo'linglar. Rost ekanmi? Men bunaqa kutmovdim. Gap so'z yo'q. O'ylovdim, lekin har kuni Joninglar sog' bo'lsin. Mani qayerda yurganimni bilishni xohlasanglar, istoriyani har kun kuzatib turinglar. Akalar, rahmat, Abdushi.